Fotima roziyallohu anhu. Fotima-i Zahro onamiz nabiylar sarvari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning oxirgi chechaklari. Ul zotning naslarini davom ettirgan barokatli ona, jannat ayollarining sayyidasi. Qolaversa, jannat yoshlarining sardorlari Hazrat Hasan va Hazrat Husaynlarning mehribon onasi bo'lgan tengsiz ayoldir. Fotima onamiz islom kelishidan 1 yillarcha oldin Makka-i Mukarrama shahrida butun shaharga Al-Amin nomi bilan tanilgan Muhammad ibn Abdulloh ibn Abdumutallib hamda Makka ayollarining aslzodasi, islomga ilk iymon keltirgan inson Hadija bindi Huvaylidlarning xonadonida yorug' dunyoga keldilar. Otalari Rasuli akram sallallohu alayhi vasallam ularga Fotima deb ism qo'ydilar. Daylamiyning Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisi sharifida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni sevganlarni Alloh jahannamdan uzoqlashtirishi uchun qizimga Fotima ismini qo'ydim deb marhamat qiladilar. Fatoma so'zining ma'nosi do'zaxdan saqlangan deganidir. Bu vaqtda bu muborak oilada Zaynab, Ruqayya, Ummu Kulsumlar tug'ilishgan. Oila boshlig'i Muhammad ibn Abdullohga Hiro g'orida ibodat qilish tobora mahbub bo'lib borayotgan edi. Fotima-i Zahro muborak oilaning kenja qizi edilar. Ular ilm, hilm, odob, nazokat va go'zal axloq kabi islomiy tarbiya olish baxtiga sazovor bo'lgan yoshlardan edilar. Payg'ambar otasi va onalar sultoni Hadija onamizning yonlarida ta'lim, tarbiya oldilar. Rahmat va marhamat bulog'idan to'ygunicha ichdilar.